Assalamu alaikum hörmətli televizor görücülər. Şinjan televiziya stansiyasının təkli makandakı qədimi mədəniyyətin sırrını içiş namlıq divası görüntülənən proqramımızı davamlıq görüşünüzlə qarşı alırıq. Təkli makandakı qədimi mədəniyyətin sırrını içiş namlıq divası görüntülənən proqramımız 3-cü günə qədəm qoydu. Bir qancha kundan buyon Nahmedan xabar grupimiz davlat va avtonom rayonning aloqador mutaxassislaridan tashkillangan arxeologiya atridi bilan birga Taklimakon qumliqidagi mushkul safarini boshlab uzluksiz izlandik. Bizmi To'g'raqdon butxona xarobaligi to'g'risida tushuncha hosil qildik. Undaqda qum davlar ostiga nimalar yoshiringan, butxona xarobaligida qanday zo'r bayqashlar bor. Bugun bu haqda davomli to'xtalamiz. Men oldi bilan bugun taklif qilingan mehmonlarimizni tanishtirib o'tay. Şinjan Pedagogik Üniversitesi Tarix ve Milletşinaslık İnstitutu'nun profesörü Doktor Dilmurat Ömer Malım. Hoş geldiniz. Şinjan Uyghur Muraylık İctimai Fanlar Akademiyası Milletler Medeniyeti Tadqiqat İnstitutu'nun muavin başlığı kandidat tadqiqatçı Ali G'ofur Efendi. Assalamualaikum. Qadrli ko'ruvchilar, Bivas ko'rsatish faoliyatimiz yana Şinjan Televiziya stansiyasining Xuyitori va Şinjan Televiziya stansiyasining Chillang Tanışın to'g'ridaşqan Hasan Hasan Tangirtog'ning yo'riti nomli mikroblogi va Şinjan Televiziya stansiyasining Şinjan Nazar nomli mikroblogida mas qadamda bevas ko'rsatiladi. Ko'ruvchilar ekran ostidagi aloqalashish usuli orqali biz bilan aloqalashib bo'ladi. Arxeologik tekshirish bo'yicha Nahmedandan xabar berish atrofimizdagi 60 odam tunugun 50 to'gi bilan qumliqningki ishkirsiga qarab ilgariladi. Shundaqla tunji qitimni qo'nalg'iga yetib bordi. Ular endi qumliqdagi bu tunji kechini qanday o'tkazganini vaqtli qisqa film ko'rib boqaylik. Hürmetli televizor követçiler, hazır 2. ayının 15. günü düştüğün keyin saat 4:20 oldu. Biz tuncu Qonalgı'ya yetip geldik. Bu yer bilen etegen yolu çıkan cayının aralığı 17 kilometre kilidi. Hazır gün olturup karangı düşüşü başladı. Yani bir neç saatin keyin qumluqning temperatürası tez tövenleşki başlaydı. Şoň köpçülükning aldı bilen kılıdığan işi çidir tikiş. Nurlan, yaxşımsız? Çidir tikip oldunlar mı? Hazır çidirning jazısını quraştırıp Çidirin tikip oluşqa yani qanchalik vaqt ketadi? Yine 15 minutda çidirin tikip olumuz. Nahmeydandan xabar berish atritidagilar çidir tikish jarayonida qumluq ekologiyasiga buzg'unchilik qilmaslik uchun çidir tikish jarayonida chiqqan axlatlarni terib oldi. Bu axlatlarni vaqtida bir taraf qilamsizlar. Shundoq vaqtida bir taraf qilamiz. Barliq atrat a'zolari qumluqqa yurish qilishdan ilgari dalada yashash mashqiga qatnashgan bo'lg'achqa, ko'pchilik 10 necha minutla çidirin tikib bo'ldi. Nurlanbek, hazır 15 minut bo'ldi. Çidirin tikib oldinglarmi? Çidirni nayt oңushliq tikib boldik. Endi sizga çidir ichining ahvolini tanishtiray. Çidirga milliy uslubdagi kigiz soldik. Endi kashda to'nglamaydi ekansizlar-da? To'nglamaymiz. Hazır qonalg'i masalasi hal bo'ldi. Ko'pchilik endi tamoqning g'amini qilyotdi. Bu qitim 60 necha odam Nahmedandan xabar berish qatnashdi. Taklimakonning ishkirsida bir kun yo'l yurib charchagandan keyin tunji qonalg'iga yetib kelganda nima yeydiganligimizni ko'rib boqayli. Lishuji, kashda nima yeymiz? Kashda suyuqash ichimiz. Bugun tunji kun bo'lg'achqa yo'tkaydigan narsalar nihoyat ko'p. Avorchilik, shunga oddiy suyuqash ichib turayli. Tomoq yetarlikdi. Hammalarning to'yg'ichi yeyishiga yetidi. Suyuqashqa qandoq ko'ktatlarni soldinglar? Much, sho'xla, baranga, karabchi qatorliq ko'ktatlarni ishlatdik. Yangi ko'ktatlarimiz bor. Necha kun ilgari yangi ko'ktat yegan edik. Bundan keyin davomli yangi ko'ktat bilan ta'minlashga kafolatli qilg'il bo'lmasmikin? Kashda so'g'uq qumliqda oddiy suyuqash bo'lsa-mu, ammo ko'pchilik ishtay bilan ichdi. Tunji qitimliq tomoqning ta'mi qanday bo'pti? Nihoyat yeyishlik, ta'mlik bo'pti. Qumliqda bundoq tomoq yeyish oson emas. Ta'mlik, yeyishlik bo'pti. Bu yerda bundoq tomoqni yeganligimizdan nihoyat xushal bo'ldik. Dalada qo'ngan tunji kechida Nahmedandan xabar berish guruhidagi a'zolarga hech qanday vazifa o'rlashtirilmadi. Ko'pchilik tomoq yeb dam oldi. Bugun nurg'un atrat a'zosi piyoda bo'ldi. Buningdagi maqsad qumluq muhitiga moslashib, qumluqda ilmiy tekshirish jarayonidagi qiyinchiliklarni his qilishdan iborat. Ati va o'gun hatto undan keyingi kunlarda bu doirada faoliyat qilamiz. Chunki biz hozir xarobalık zich joylashgan rayonga kirdik. Bu yerda konkret qanday narsalarning borligini bayqash, ati o'gundagi tekshirishga bog'liq. Bugun ko'pchilik yaxshi uxlab aram olsa bo'ladi. Atidagi dala faoliyati jarayonida yetarli jismoniy quvvat bo'lmasa bo'lmaydi. Demek, qumluqdagi arxeologiya atrofimiz xeyli o'ngishli ilgarilayotgan o'xshaydi. Endi Dilmurat Ma'lum, siz avval bizga o'zingizdagi shu tadqiqot sohangizni bir tunishib o'tgan bo'lsangiz qanday? Bo'ladi. Men asli arxeolog emas. Ammo lekin bizning kasbimiz hamda hozir millatchilik yoki etnologiya deymiz, yoki etnografiya. Shundaqla endi tarjima qilsak endi madaniyat insonchilosligi. Lekin bu arxeologiya bilan endi munosabati intayin yaqin bo'ladi. Endi qarindosh fan deb qarasak bo'ldi, munosabat bakrak emas. Biz arxeologiya lekin bayqash ba'zi bir materiallarni biz bevosita endi foydalanib
ba'zi bir madaniyat hodisiga endi ancha muncha tushuncha bera olamiz. Endi Alika, sizning kim shu tadqiqotingizdagi markaziy ideyasi nima? Men asosliga tarixshunoslik bo'yicha o'qigan. Hozir asosligimiz Uyg'urlarningki 9-asrdan 19-asrgacha bo'lgan tarix madaniyati ustida tadqiqot edib boryapman. Buning asosligi divan lug'at turk tadqiqotini o'sha yaqinqi bir necha yillik tadqiqotimning markaziy ideyasi qildim. Mahmud Dilmat muallim degandek arxeologiyaga bevosita mening tadqiqot doiram yoki o'rganish doiram chetilmasimi, lekin bu tarixshunoslik bilan bu arxeologiya bir qo'shmoqdan bo'lganligi uchun bu ikkisiniki munosabati nihoyat yaqin. Shunga biz bu ikki fan bilan shug'ullanganlar cho'qim bir-birimizningki fanlarni kesishma nuqtadan turib o'rganmasak bo'lmaydi ekan. Ya'ni nima deganda, ba'zi bir tarixiy narsalarni arxeologiya nuqtasidan tushuntirishga to'g'ri keldi. Hamda bir qism arxeologiyalik topilmalar bo'lsa, buni tarixshunoslik nuqtasidan, vasfshunoslik nuqtasidan tushuntirishga to'g'ri keldi. Shunga biz bu ikki kasbningki xodimlari cho'qim mayli tarix bilan shug'ullanayli, mayli arxeologiya bilan shug'ullanayli, buni cho'qim bilishimiz kerak, ham bundan azoq savod qo'ysim ega bo'lishimiz kerak deb qaraymiz. Shundoq. Endi Dilmurat muallim, mening bilishimcha siz shu ibtidoiy e'tiqod bo'libmi, shu shamanizm to'g'risida ko'proq tadqiqot bilan shug'ullandingiz. Anoniki shu millatlar tadqiqoti to'g'risidagi bir qism yozmalaringizmi nurg'unlagan kishilar ko'rib foydalanib kelayotgan muhim material bo'lib hisoblanadi. Endi sizningcha Dilmurat muallim, shu siz shug'ullanayotgan tadqiqot sohangizda endi muhim bo'layotgan bo'libmi hozirgi shu tadqiqotingizdagi shu olg'a qarab ilgarilayotgan eng muhim soha qaysi hozir? Masalan, shu olti aytili sesimizdagi millatlarning hamda shamanizm e'tiqodi. Bu hamda ibtidoiy e'tiqod deb ataymiz buni. Bu hamda eng gavdilik bo'lgan shu olti aytili sesimizdagi millatlar. Bu millatning joylashgan hamda eri intayin keng bo'ladi. Masalan, Sibiriya deymiz, Mayaqdan Yaponiya, Koreya, undan keyin O'rta Osiyo butun, undan keyin Yevropadami bor. Endi Yevropada, masalan, Shimoliy Yevropada ham bir millatlar bo'lgan, Sami degan millatlar. Mushu millatlarmi yana shu shamanizm e'tiqodi. Undan keyin Janubiy Amerika, Asiyadagi indiyaliklarning e'tiqodi hammasi, masalan biz kino filmlarda ko'ramiz, masalan bir kuchli TV'da degandeklar. Mushlarning hammasi shu shamanizm e'tiqodiga kiradi. Ham Afrikada mushunday qabilalar bo'ldi. To'g'ri. Endi mushu kasb bilan shamanizm bilan shug'ullanayotganlar menga 20 yildan kechib ketdi. 20 yil 30 yil qilib qoldi. Demak, shu shamanizm Xinjiangdagi eng ibtidoiy bir din deb qarasak bo'lamdi qandaq? To'g'ri, endi faqat Xinjiangdek emas. Mush insonlar tarixidagi endi eng ibtidoiy bir xil din deb qarashga bo'ldi. Endi bundan keyingi dinlar, masalan, ko'p ilohli dinlar bo'lsin yoki boshqa dinlar bo'lsin, bular hammasi shu shamanizm e'tiqodi yoki ibtidoiy e'tiqodning asosida asta taraqqiy qilib shakllangan bo'lib hisoblanadi. Shunaqa. Endi Alika sizni so'rab baqsam, endi Xinjiang arxeologiyasi qandaq fan? Balkim sizning shu arxeologiya va ekspeditsiya jihatda oz bo'lmagan ta'sirotlaringiz bo'lishi mumkin. Endi Xinjiang arxeologiyasi ham bir yangi fan, ham bir koni fan. Endi buni yangi fan deganimizda bizningki bu arxeologiya sohasida qo'lga olingan xizmatlarimiz endi o'sha yangi jungo qurilgandan keyin bu nuqtaga alohida diqqat qilindi va bir qism xizmatlar ishlandi. Endi koni fan deganimizda 19-asrning oxirlaridan boshlab G'arb ekspeditsiyachilari, arxeologlari bu zamonga kelib bir qism arxeologik qazishlarni olib bordi, ekspeditsiya faoliyatlarini olib bordi, nurg'un madaniy yodgorliklarni topdi, qazdi, olib ketdi. Endi shu jarayonda biz shu G'arb ekspeditsiyachilar arxeologlarning ichida tilga ilishga arziydigan bir qism kishilar bor. Masalan, Shvetsiyalik Steven Hedin, ondan keyin Brigman, Angliyalik Aurel Stein, Germaniyalik Albert von Licock, Grönendel, ondan keyin Finlandiyalik Mani Hereyim, Fransiyalik Paul Pilot qatorliqlar. Endi bularning shu g'arbiy arxeologiya ekspeditsiya jarayonida qo'lga keltirgan natijalari bularning keyin o'zining emgaklarda, kitoblarda e'lon qilinib, butun dunyoning diqqatini qo'zg'adi. Endi bizningki yangi jungo qurilgandan keyin dastlabda shu Steven Hedinning arxeologiya atriga qatnashib, jungo Shvetsiya tekshirishimizga qatnashgan Huang Wenbin apandi, ondan keyinki bizningki Xinjiang Uyg'ur Abdunmayliq arxeologiya tadqiqot institutining sobiq boshliqlardan İdris Abdurasul apandi, ondan keyin Wang Binhua apandi qatorliqlar mush sohada bir qism yangi bo'shliqlarni to'ldirdi. Endi biz shundaq mayli G'arb ekspeditsiyachilarningki muvaffaqiyatlarini tilga olgan vaqtimizda ayni vaqtda shu G'arb ekspeditsiyachilarningki kitoblarda tilga ilingan yoki tilga ilinmagan o'rdakka o'xshash mushlarga yo'l boshlab, mushlar qadim xaroba izlarining tepilishiga to'p qo'shgan kishilarni, shundaqla
Xotandagi maktabga mushlar yo'l boshlab mangan yo'lchilarni faxrlanib tilga olsak bo'ldi deb qarayman. Shundoq. Demak, endi shu Şinjan bayqalgan nurg'ulg'an qabr xarobaliklari hozir qadar dunyo ahlining diqqatini qo'zg'ab kelyotdi. Bo'libmi shu Lobnurdagi Qum daryo qabristonligi alohida ahamiyatga ega. Biz yana vaqt qisqa film ko'rib boqaylik. Buningdan 4000 yil ilgirki Qum daryosi malikasining qabrisi deb atalgan qabra mukammal saqlanishi va malikaning go'zal qiyofati bilan kishilarni hayron qoldirdi. Qum daryosi Lobnur ko'li rayonidagi Ko'nchi daryosi tuvan iqinining janubiga 60 kilometr keladigan Lobnur qumligiga joylashgan. Sharq tarafining Kroran qadimiy shahri xarobasi bilan bo'lgan orliqi 175 kilometr keladi. Qabristonlik necha qavat osti-usti qabra va boshqa saqlanib qolgan narsalarni tarkib topgan. Amaliy bayqalgan qabra 330 ga yetadi. Buningdagi g'alati dafna odati nurg'un quruq jasad va sirliq mubolag'a qilingan jinsga tevinish qatorliqlar O'rta Osiyo tarixi va arxeologiya ilmida qumga dafna qilish madaniyatida yeshish eng qiyin bo'lgan sir deb qaralmoqda. Qum daryosi qabristonligini 20-asrning boshlarida Lobnurlik ovchi o'rdak tunji qaytim bayqagan. Uning yo'l boshlashi bilan 1934-yili shvetsiyalik arxeolog Beckman arxeologlarni boshlab berib, bu qadimiy qabristonlikni bayqagan hamda Qum daryosi qabristonligi deb nom qo'ygan. Orqadan Qum daryosi qabristonligi qumliqda sirli holda g'oyib bo'lgan. 2000-yili 12-ayning 11-kuni Abdumrayulov madaniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Binghua qatorliqlar Lobnur ko'liga kirganda Qum daryosi qabristonligini qayta topgan. Qum daryosi qabristonligining atrofidagi 5 kilometr doirada o'xshash davrdagi insonlarning faoliyat izi bayqalmadi. Ilgari bu yerda kimlar yashagan, yana nima sababdan g'oyib bo'lgan? Bu yerdagi qabrlar nima uchun qavat-qavat yasalgan? Qum daryosi qabristonligidagi bu sirlarni yana ishqirlab etishga to'g'ri keladi. Qisqa filmni ko'rib o'tdik. Demak, endi mingdan ortiq jasad sandiq chiqqan qabristonlikdagi 5-numurli qabra amalan ma'lum 3800 yillik tarixga ega. Endi uni dunyo arxeologiya sohasidagilar va yoki shu Kroran ekspeditsiya tarixi bo'lsin va yoki G'arbiy yurt ekspeditsiya tarixida bo'lsin, nihoyat muhim o'rin tutgan qabr shakli. Shundaqla dunyodagi sirni echish eng tez bo'lgan qabr shakli deb qarashga bo'ladi, Murat ma'lum. To'g'ri, shundoq. Endi buningda masalan kichikini bir yerda buni endi shu Qum daryo deymiz, keyin endi kichik bilan deb atagan. Bu yerda 330 necha jasad bayqalgan. Ondan keyin bu qabrniki shaklimi alaydi. Oldida bu yer ustidagi ba'zi bir materialga qarab boqaylik. Buningda masalan to'riklar deymiz. Ondan keyin shu paloq shakldagi aşında bir sancığa kada karakterlik nesler. Şunu da bunu endi şu kumning ostiga qaraydigan bo'lsak, bu endi 5 qat. 1-qat, 2-qat, 3-qat, 4-qat, 5-qat. Qolgan sir ostida bor endi. Hozirgacha shu 5-qavatni qilsa, shu 5-qavatning ichida birini badab endi bizning shu arxeologlar endi shuni bayqadi. Endi buningdan nurg'unlagan qiziqarli materiallar chiqqan. Masalan, kala terisiga elish, masalan, kalni so'yaplar, bu jasad sandig'ini shu kal terisiga elib bir 2 poch kal terisiga. Ondan keyin bu kalning mungizlarini bezash, ondan keyin bularni bu shu xuddi degan biz shu mazo hojamlarni gibi qolgandagi qo'shqarlarning beshi degandek, ashula shakl tizib qo'yish degandek. Endi bularning hammasi nihoyat qiziqarli bir material. Endi buningdan boshqa masalan jinsiga tevinish deydi, bu shunday bir hadislarmi mashhada nihoyat gavdilik shuna bayqalganda bu vaqtda bizning arxeologlarniki shu maqola tadqiqotlari intayin bol hozir. Demek ki şu Qum daryo qabristonligininki shu xarobi shaklini elib aytganda bu dunyo tarixidagi shu qabr xarobaliklari orasida biroz oz uchraygan, anonkin o'zgachilikka va alaylikka bo'lgan qabr ekan deb qarashga bo'ladi, Murat ma'lum. Shundoq endi begla alaydi. Bu masalan O'rta Osiyoning boshqa yerda bayqalgan bo'lsin yoki Yevropada bayqalgan bo'lsin yoki Mo'ng'ul tuzanglarida bayqalgan bo'lsin, ilgirligida. Bundaq narsalarni bayqalmadi. Masalan endi hozir shu Şinjan'da shu kichik mirandaymiz yoki shu Qum daryo bu qabristonlik, qadimiy qabristonligi. Endi bu shu Kroran'daki bilan endi sal yaqin keldi o'xshash. Ammo lekin Kroran güzeli chiqqan heliqi qabristonlikdan bu bekrak murakkab.
Bunun için hem de bayqa materialama intayım bol. Hem de bunun hemmisiga hem de birden düşünce berişinin özü mü benim için arkeologlarga hem de bir çoğun bir tema deb qarash bo'lib, buni texnik izlanishga qiyzishga to'g'ri keladigan bir tema ekan haqiqatan. Endi Alika, hozirmish arxeologiya atrofida turayotgan bu joy qadimiy shahriga ancha yiroq emas. Endi sizningcha bu ikki joy o'tirsizlar qanaqa bag'lanish bor? Hozirgi bu arxeologiya atrofimizda turayotgan o'rin bilan bu qarichin xarobisi bilan bo'lganligini aytib yaqinkan. Buni hozirgi jo'grafiyalik nuqtadan tushundirsak, buni tushuntirish bir qadar tasdiq to'xtaydi. Ham nimishga deganda bu qum barxanligi ko'milib turgan bu qadimgi qabristonlik ham bu vujudni tushuntirish uchun oldidan o'sha taklimakonninki yiroq qadimgi davrdagi gullangan bir bo'stonlikni ko'z oldimizga keltirib turib tushundirsak, bu ikki o'rtasiga bog'lanishni tushundirish osonroq bo'lishi mumkin deb qarayman. Chunki ham bu taklimakonni mundaqcha aytganda taklimakon deb tushunsak yaxshiroq. Hamda o'sha ishga o'tirsidagi madaniyat bog'lanishi baya Dilnat ma'lum degandek bu yerdan topilgan hamdapni buyumlarda asosan o'rtoqlik bor. Hamda ko'pinchisidan Chakanda degandek onun ekan bug'doy donchilari chiqqan, mana shunga o'xshash madaniyatdagi o'rtoqlik bu ishga o'rindagi o'xshash bir xalqninki turmush odatidan derak bas kerak. Hamda undan boshqa Şinjan'da hazır şu köp millet toplaşıp o'ltiraqlashgan, köp xildan tang mavjud bo'lib turish vaziyati davomlashib kelayotgan bir vaziyat shakllangan. Endi biz vaqtda shu shaxsga bir qisqa film ko'rib baqsa qanaqa? Şinjan Yavro Asiya cho'ng quruqligining o'ttirsig'i joylashgan bo'lib, dunyoga mashhur qadimiy Yipak yo'li Şinjandan o'tgan. Qadimda dunyoning sharq g'arbida yashagan nurg'un qabila qavmlarining ko'chgan va aloqa faoliyati qilgan nurg'un izi bu zaminda qolgan. Şinjanda qadimdan tortib nurg'un millat birga yashagan. G'arbi Xan sulolasidagi Simochan yozgan tarixnomidan boshlab, g'arbi yurtdagi millatlarning tarqalish ahvoli aniq xotirlangan. Ayni vaqtda bu yerda asosligi Xanzolar, Saklar, To'xriylar, Uysunlar, Changlar va O'nlar o'ltiraqlashgan. Vey Jin janubiy shimoliy sulolalar mezgilida g'arbi yurtdagi millatlar keng ko'lamda ko'chgan va o'zaro shug'ullab qo'shilgan. Bir qator ko'chish qaytadan tashkillanishdan keyin g'arbi yurtning har qaysi rayonlarida aslida gullangan bir qism millatlar, ya'ni O'nlar, To'xriylar, Uysunlar, Changlar, Qonqillar asta-asta boshqa millatlarga qo'shilib ketgan hamda bara-bara yo'qolgan. Biroq Jo'rjonlar, Siyanpiylar asta-asta g'arbiy yurt tarixida paydo bo'lgan. Shu sulolasi mezgilda Turk, Tibet qatorliqlar Şinjanning tarixiy musofasiga muhim ta'sir ko'rsatgan. Tang sulolasi g'arbiy yurtga uzoq vaqt muqim hukmronlik qilgandan keyin millatlar orasidagi aloqa texmi qo'yiqlashgan. So'ng Yuan sulolalari mezgilda Uyg'urlar g'arbiy yurtdagi asosliq millatga aylangan. Milodi 840-yili zo'r bir turkum Uyg'urlar Şinjanga kirgan. Liao sulolasi Xan jamoatidagi yo'lliq Tashin 1124-yili g'arbiy Liao hokimiyatini qurgan. Buning bilan bir turkum qitonlar Şinjanga kirgan. 18-asrning 60-yillaridan keyin Qing sulolasi hukumati Şinjan chegara mudofaasini yanama kuchaytirish uchun sharq-shimoldan Manju, Shiba, Dag'ur qatorliq millatdan tashkillangan lashkarlarni Şinjanga yutkab, chegarani qo'g'dashga o'rinlashtirgan. Buning bilan ular Şinjan millatlar cho'ng oilasidagi yangi a'zoga aylangan. Keyin yana Rus, Tatar qatorliq millatlar Şinjanga ko'chib kelgan. 19-asrning oxirigacha Şinjanda Xanzu, Uyg'ur, Qozoq, Mo'ng'ul, Xuyzu, Qirg'iz, Manju, Shiba, Tojik, Dag'ur, O'zbek, Tatar, Rusdan iborat 13 millat o'ltiraqlashib, ko'p millat o'ltiraqlashgan yangi vaziyatni shakllantirgan. Demek kısa filmini görürdük. Endi Şinjanda qadimdan buyon ilgir keyin bo'lib har xil millat o'ltiraqlashgan. Endi Şinjan qadimdan tortib hozirgacha shu sharq g'arbniki iqtisod va madaniyat aloqasidagi muhim yo'l va tugun bo'lish sifati bilan qadimdan tortib ko'p xildan tang mavjud bo'lib turayotgan shunday rayon alohidligini shakllantirgan. Undaqda Alika sizni so'rab baqsam, Şinjanniki mana shu xil jo'grafiyalik va madaniyat jihatiga alohidligidan nimalarni ko'rib olib bo'ladi? Şinjan qadimda g'arbiy yurt deb atalgan.
Endi bu g'arbiyotninki doirasini aytgan. Buni keng doiradagi g'arbiyot va tar doiradagi g'arbiyot deb ikkiga ayiramiz. Endi bu keng doiradagi g'arbiyot deganda buninki o'z ishiga doirasi bakrak kengayib ketdi. Hattoki O'rta Osiyoning bir qism joylarini o'z ishiga oldi. Bu Ironninki shimoliy qismi degandek. Endi bu tar doiradagi g'arbiyot deganda Donghongdan tortib Xinjiang o'sha rayonlarni o'z ishiga oldi. Endi bu g'arbiyot, ya'ni bugungi Xinjiang qadimda bu Ipak yo'lininki muhim chekiniga joylashgan. Endi bu Chang'andan boshlangan qadimki savdo karvon yo'li Xinjiang kelgan chog'da bu 3 ga bo'linib, Janubiy yo'l, o'rta yo'l, shimoliy yo'l deb 3 ga bo'linib, Qashqarga borgan chog'da bu janubiy yo'l bilan o'rta yo'l o'zaro tutishib, O'rta Osiyoga qarab kengaygan. Hattoki Rimga yetib borganda. Endi shu qadimki karvon yo'lda to'xtamay yurgan karvonlar ham Mo'shi karvonlar, ham sayyohlar, ham boshqa ko'chgan xalqlar, millatlar yashab kelgan har xil din, har xil madaniyat bu rayonda uchrashgan, bu rayonda o'zaro ta'sir ko'rsatgan, ham o'zininki iznolarini qoldirgan. Endi shundaqla Mo'shi rayonidagi qadimki xalqlarning madaniyati bilan yo'g'rilib, o'zgacha bir xoslik ega yerlik madaniyat hodisasini shakllantirgan. Endi biz millatshunoslik nuqtasidan aytgan chog'da shu g'arb olimlar olsun, mayli bizningki olimlar bo'lsin, Xinjiangni bir irq muzeyi deb ta'riflaydi. Chunki bu yerda har xil irqdagi qadimki millatlarning iznolarini ko'rgan bo'ldi. Boya biz qisqa filmdan ko'rib o'tdik. Bu yerda Jiroq qadimki davrdan aytsak, Sak, ondan keyin Tohar, Chang, G'oz, ondan keyin Hanzo, Turik, Uyg'ur qatorliq. Toki 19-asrning oxirlarida Xinjiangdagi 13 millat rasmiy shakllanib, bo'g'ich araliqdagi har qaysi millatlarning ko'chishi, madaniyat almashtirishini boya filmda ko'rib o'tdik. Bu bir uzoq bir tarixiy davrni basb etgan. Bu millatlarning cho'ng ko'chishi yo'g'irilish jarayonida bir xil o'zgacha yerlik madaniyat hodislari shakllangan. Hamda bu sirtdan kirgan madaniyatni qabul qildik, ham o'zgacha madaniyat hodislarini shakllantirdik. To'g'ri. Demak, yuqoridan Alikanmo ta'kidlab o'tilgan Murat ma'lum. Endi shu Xinjiangdagi qabr xaroblikdan bayqalgan nurg'ulg'an sabal buyumlar, anodan keyin bu yerdagi tamsizmilari va yoki tang dafn qilingan buyumlar qatorliqlardan endi shu joyda Xinjiangda yashagan aholilar, xalqlar. Anodan keyin bu xalqlarningki qo'shni Allah bilan bo'lgan munosabati, anodan keyin bu joydagi xalqlarning etnografiyasi va etnik manbasi to'g'risida naydi bir murakkab bo'lgan bir tushuncha hosil bo'lganday qilib turdi. Shundoq. Endi boya so'zlab o'tdik, bu endi Ipak yo'lining nihoyatda muhim bir tugun bo'lgan bir yerga aylashgan. Bu yo'l endi Chang'andan boshlab to shu Ramgacha bo'ldi. Endi biz endi bugungi insonlar biz endi ba'zida mana bir faraz qildik ekanmiz. Bir madaniyat bir yerga chekilgan bo'lsa, shu yerda shu madaniyat taraqqiy qilib, shu yerda oxiri endi yo'qolib tugab ketadi degan faraz bor. Amaliyotda madaniyat islohniyati undan qaramaymiz. Masalan, etnografiyani undan qaramaymiz. Millatshunoslikni undan qaramaymiz. Bu millat bir yerda turavermaydi. Bu cho'qim ancha-muncha u yoq-bu-yoqlardagi o'sha qo'shni, o'sha qarindosh millatlar deymiz yoki qavmlar deymiz, yoki ashadagi insonlar to'pi deymiz. Bular bilan endi madaniyatni almashtirib bo'lib turdi. Hatto shu savdo, setiq, mana bir ishlarim bo'lib turdi yerda. Undan keyin bo'lsa, masalan, din o'zaro uchrashadi. Masalan, insonlar o'zaro uchrashishi bilan birlikda shu din uchrashadi. Masalan, shu Qumdaryo Мәшәден байқалғаным bu qadimgi satlardan bo'lsak, masalan 5 qavat edi. Buning ichida ba'zilarida masalan Oryan, tipdagi shu irq, olayga chiqadi. Ondan keyin yana qarasak, 3-qavat, 4-qavat kelganda masalan Mongoliyan deymiz. Bu tipdagilar chiqib turdi. Shu bu zodi qanday ekan? Shuningdek bu yerda masalan G'arbdan kelgan, Rimdan kelganlar bo'lishi mumkin. Ondan Sharqdan kelganlar bo'lishi mumkin. Ondan mushi yerlik o'zlaridan bo'lishi mumkin. Endi bu tarix degan bir sakna. Hatto shunday bir, masalan, Qumdaryo deymiz yoki Taklamakan deymiz. Bu bir buyuk bir sakna bo'lsa, masalan, u yerdan kelgan shu madaniyat yoki hatto madaniyat egalari mana mashhada ancha-muncha faoliyat qildi. Masalan, 100 yil olamdi yoki 1000 yil olamdi degandek. Mayli qanchalik faoliyat qilgan bo'lsa, cho'qim ashada o'ziniki madaniyatning ba'zi bir mo'rini besib qo'ydi. Bu endi madaniyatga degan adabni hisoblaymiz. Mana bo'lgandan keyin mana bu qoladi. Bu qolgandan keyin shu yerda turib qolganlar balkim shu sharqdan yoki g'arbdan yoki boshqa tarafdan endi kelgan shunday qavmlar deymiz yoki insonlar to'p deymiz. Shularningki o'zaro madaniyat almashtirishi, din almashtirishi, til o'rganishi yoki til almashtirishi deymiz. Shuninglar savdo setiq bay degandek masalan
Dançılar, mesela buğdaya, aşağıdan çıkıvatır bana. Şu Kumdaryadan. 4000 yıl, 3800 yıl ilgili. Demek ki şu yerdeki bu kavimler, demek dehqonchilik mı? Meşayki kelgen. Endi bizim Cumhurbaşkanı şu tarixçiligida mana deymiz. Endi medeniyet belki Şərqdən Ғәрбке mangan. Veya ki Ғәрбdən Şərqdə Almandaqda ta'sir qilgan deymiz. Amaliyotda bu medeniyet degan narsa bu o'lak turdagi manda bir palash holatdagi bir jism emas u. O cho'qim minib turdi. Şərqdən mayli Ғәрбке mansin, mayli Ғәрбdə Şərqqa kelsin, bu tabiiy, bu bir normal. Demek milletlerninki assimilyatsiyasi ve yoki milletlerninki medeniyetni o'zaro qabul qilishi, hatto til jihatdan o'zaro ta'sir ko'rsatishmi bir medeniyet hadisi hisoblangan. To'g'ri, bo'libmi medeniyet, bo'libmi til, bo'libmi din, mojiatki endi almashtirish yoki o'zaro ta'sirga uchrash yoki o'zaro o'rganish. Demek endi adika endi milletlerninki o'zaro uchrashi degan Dilmurod ma'lum tilga ilib o'tdi. Endi qadimdan tortib Xinjiang azaldan mana shundaq coğrafiyalik afzallik ega bo'lganligi uchun nurg'unlagan millatlar kelib ketib turgan bu joyda. Anonki nurg'unlagan madaniyatlar o'zaro uchrashgan, savdo setiq intayin gullangan. Ana buningdan millatlarninki ko'p xil etnografiyasi shakllangan. Shuning uchun bu millatlarninki yo'g'irilishidan balkim shu vaqtdagi madaniyat hodisasi, anki shu vaqtdagi din, shu vaqtdagi alohidlik aks etgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bayağı Dilmurod ma'lum dedi. Bu til medeniyet almashtırışdaki intayin mühim vasıta. Ama şu G'arb Şərq medeniyet almashtırışda olsun, bu til mühim vasılık rol oynagan. Çünkü biz Şinjan arkeologiyası qaraydigan bolsak, bu yerden qazılıngan her xil yazıqdaki vasıqlar köp. Hazırgacha ma'lum bo'lganlari balkim 18 xil yazıqdaki vasıqlar qazılındı. Ama bu nimadan direkt berdi degan chaqda, mo'shu rayondagi xalq ko'p xil til ishiltish. Mo'shu tildan foydalanib özgüçü medeniyetlerini kabul qilish yoki bo'lmasa o'zining madaniyatini boshqalarga mushtil orqali yetkazish. Ammo shu ko'p xil tilninki mishadagi iznonlarninki kirilishi bu madaniyatdagi bir yorqin nuqta. Hamda uningdan boshqa bir tildagi vaslarni, masalan aytaylik, buddizmninki Budda nomlarini sanskritchadan qadimgi uyg'urchaga tarjima qilish bo'lsin, yoki Hanzuchadan uyg'urchaga tarjima qilish bo'lsin, yoki sanskritchadan Hanzuchaga, Hanzuchadan boshqa tillarga tarjima qilish bo'lsin, mo'shningda madaniyatninki, bu tilninki roli intayin muhim. Chunki endi bu til buningda mayli diniy madaniyat bo'lsin, mayli moddiy madaniyat bo'lsin, buningda tilninki roli nihoyatda muhim. Biz endi mushaqli bir qisqa film ko'rib boqaylik. Qani. Şinjandagi 13 millat 12 xil tilni qo'llanadi. Xanzolar bilan Xuyzolar Xanzo tilini qo'llanadi. Milodidan ilgirki 60-yili G'arbiy yurtning qo'riqchibek mahkamasi qurilgandan keyin Xanzo tili hukumat tili sifatida Şinjanga rasmiy kirdi. Xanzolar bilan Uyg'urlarning Şinjangda yashagan tarixi bir qadar uzoq. Tilning tarqalish doirasi bir qadar keng bo'lg'achqa, qo'llanadiganlar nihoyat ko'p bo'lgan edi. Uzoq tarixiy jarayonda bu ikki xil til o'zaro ta'sir ko'rsatdi. Bu dialektiklarning til tavishi, so'zligi, grammatikasi, hatto xalq maqol tamsillari, laqam qatorliqlarda ko'rinarlik aks etadi. Uyg'ur tilidagi nurg'un so'zlar qadimgi Xanzo tilidan qabul qilingan. Masalan, mo'mini misolga olsak, hozirgi zamon Xanzo tilidagi mo'mining qiymasi bo'lmaydi. Qiymiligi manta deyiladi. Ammo Uyg'ur tilida Xanzochidagi bavzi manta deyiladi. Bu mo'mi degan so'zning ohang tarjimasidan kelgan. O'xshashlar Şinjandagi Xanzo tili dialektikasida ton hamisha chapan, xinigul xina deyiladi. Bu Uyg'ur tilidagi so'zlik. Ba'zi Uyg'ur chorvachilarning uyida gul ishlangan uzun chapan, ya'ni ton bor. Qizil ravaqtdagi Chush nomli romanning 94-paragrafida Bauyu chapan kiyib uyda dam olyotdi degan tasvirlash bor. Bu tasvirlash uning Qing sulolasi davrida qo'llanilganligini isbotlaydi. Madaniyatning yo'g'irilishiga ergishib, tilning o'zaro qo'llanish ahvoli bargan sari ko'paydi. Dabaza, cho'ng bozor, xavbalang, yaxshi bola deganga o'xshashlar har millat omasi tushunadigan hamda doim ishlatadigan kundalik so'zga aylandi. Görbedik. Demek endi mushu tillarning Şinjangda o'zaro ta'sir ko'rsatishi nihoyatda umumyuzlik bir hadis ekan. Endi Dilmurod aka, siz mush o'zingizning tadqiqotingizni birlashtirib, tillarning o'zaro singishi, ta'sir ko'rsatishi to'g'risida ozroq to'xtalib bo'lsangiz qanday? To'g'ri, bu bir nihoyatda muhim masala. Masalan, bu mushu til shakllangan. Barpo bo'lgan shu vaqtdan boshlab
meningcha shu o'zaro uchrashish shundoq hodisa bo'lib turgan. Chunki endi bir til bir yil shakllanib boshqa hech qanday tilning ta'siriga uchirmaslik meningcha bu mumkin emas. Mumkin emas. Bu xuddi bayit so'zlab o'tgandek bir xil madaniyat o'ylaktirdi, ashadil turaverdi, bo'ldi hech qanday yerga ta'sir qilmaydi yoki sirtdan ta'sirini butunlay qabul qilmaydi deganliklar o'xshash bo'ldi. Masalan, alayliq Uyg'ur tili deydi yoki Uyg'ur tili vakillik qilgan shu turkiy tillar deydi. Bu turkiy tillarni qaraydigan bo'lsak, masalan, bu mo'ng'ul tillariga nihoyat yaqin bo'ldi. Nurg'unlagan, masalan, asosiy so'z qatlamida nurg'unlagan so'zlar endi o'xshash. Menimcha endi shu bir manbadan chiqqan deb qaraymiz-da buni. Demak, shu tilning leksikasida har ikkala tilda bor so'zlar bor. Asos qatlamida. O'rtaq bo'ldi. Masalan, shu xansu tilidan bo'lgan shu turkiy tillarning o'rtasidagi munosabatmi, ya'ni shunday. Endi buningda masalan uzun yil, masalan 2000-yilda uningdan uzunroq endi tarixiy shunday bir jarayonda, masalan o'zaro uchirish jarayonda shunday u til bu til ta'sir qilish, bu til ta'sir qilish bu normal ahvol. Masalan, hozir biz ko'proq bayqaymiz Uyg'ur tilida, masalan xansuchi ba'zi bir so'zlar, atalg'ular, kasbiy atalg'ular deymiz, ba'zi yordamlari deymiz. Shunda bizning naq maydondan signal keldi. Biz avval naq maydondagi muxbirimizning bu vaqtda aytgan ma'lumotini anglab baqsa qanaq. Siz yaxshimisiz? Siz bizga shu arxeologiya atirtinglarningki shu joyda elib berayotgan tekshirish to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz qanday? Yaxshimisiz Maynor? Men hozir Chiri nahiya, Chiri yezisiga 20 kilometr keladigan. Oldingi kuni biz ko'rsatgan To'g'raqdon xarobasiga 40 kilometr keladigan. Ya'ni shu Chiri daryosining Ko'n iqlim daryo bo'yicha joylashgan ulug' zaryadkalik turyapman. Ko'rib turibsizlar, bu yer asosan yulg'un do'nglardan shakllangan yetinchi o'simliklar, yana yantoq, besilg'a qatorliq o'simliklar bor. Asosan qum barxanlari o'rab turadi. Hozir mutaxassislarimiz bu yerni qisman doiralik tekshirish olib beryapti. Bu yer eng dastlabda angliyalik arxeolog Stein tarafidan bayqalgan. Hozir buni ko'rib turibsizlar, bu yerda asosan qabrdagi jasadlarningki suyaklari chiqib qolgan. Balkim qachonlardan boshlab bunday echilib qoldi. Buni arxeologlarimiz yaxshi bilishi mumkin. Qani biz hozir arxeologlarning gapini tinglab boqaylik. Yaxshimisiz Mirqasim aka? Yaxshi. O'lchash qilyapsizlar? Hozir bir tekshirib mana endi hozir bu yerni biz ulug' zaryadkalik deb atapdik. Mushu zaryadkalik degan gapning o'zida chiqib turdi. Bu yer mushu bu rayon İslamiyetni qabul qilgandan keyin shakllangan qabristonlikmi qanday? Shunda hamda buning ismidan ulug' zaryadkorlik deb 100 yil burunmi Stein tekshirgan vaqtda hozir 112 yil burun. Ya'ni 1901 yil 3-oyninki o'ttirildi Stein musha tekshirish yapgan. Shuning xotirasiga asoslangan shu vaqtda ulug' zaryadkorlik deb atalgan ya bu. Ammo buning ismidan qaraganda shu islom zaryadkorligi chiqib turdi. Ammo mush jasadlarningki dafn qilish odatiga qarasaqmi hammasining yuzi g'arbga qaratilgan. Shuningdek ko'rgilish qilib islomning dastlabki mazgillaridagi xarobilik. Bu qabristonlik. Bu yerga bu ko'milganlar qanday sharoit ostida ko'milgan deb faraz qilishga bo'ladi? Ammo hozir buni biz tekshirib qabrini qazib aniqlamoq baqmadik. Ammo buning hozir bizningki birdan-bir uqunimiz shu islom qabristonligi deb bilamiz. Ham bu qabristonlikning bir alohidaligi asli bu yerda odamlar o'ltirgan o'ltiraqlashgan izlarning o'rniga bu yerda o'ltiraqlashgan odamni kuchab ketgandan keyin mana yaqin atrof masalan uzun tat atrofiga ko'chgan bo'lsa, ashadagi odamni kiyingan nishani bir qabristonlik, umuman qabristonlik qilib ishlatgan bo'lishi mumkin degan bir faraz. Chunki men ko'rib turibmiz butunlay sapal parchalar bor bu yerda. Naydi hamma doirada sapal parchasi bor. Ya'ni bir hozir turayotgan bu ulug' zaryadkorlik deb atalgan qabristonlikning doirasi aytib cho'ng. Hozir biz bilayotganimiz, biz tekshirib ko'rgan doiramiz 4-5 kvadrat kilometr atrofida. Bu ham uzun tat, shu ulug' zaryadkorlik ham bir bog'lanishi bor yalar bu. Doirasini aytib cho'ng. İdris'ga balkim sizning hozir qancha qatim kirishingiz bu yerga? Mening hamda ikkinchi qatim kirishim. Birinchi qatta 2009-yil umumiy tekshirishda bir kishi ekan, men deb bu yil hamda ikkinchi qatim. Bir yangi o'zgarishlarni bayqaganda qilamsiz. Hamda bu shu bosh aytma Qirg'iziston qarasak hamda bizga bir bo'ron orqali ijilib qopti. Bu asli ko'milgan o'rni qancha cho'nqurlikda bo'lgan bo'lishi mumkin? Asli buning ma tarafdagi qumning tarkibi yer qatlamini qarasak, o tarafdan ko'rgan bo'ldi. Asli bu 1,5 metr atrofda ko'lab dafn qilingan. Ma bo'ronda hal kalkin kelgan mashining bilan yalab hamda yer yuzini shu pastlab o'ziga ichilib qolganda. Ichilib qolgan. Hamda aslida hamda shu
islomni qabul qilgandan keyin dafn qilgan bo'lsa, odat qoida bo'yicha qanchalik cho'ng qo'lliq ko'miladi? Endi may yerlikning ahvoli qaragan so'rganda endi shu 3 metr atrofda sig'izliq bayqaldi ekan. Sig'izliq dengizi ko'lab angizi nim qildi ekan. Endi buni ahvoli qaraganda shu 1,5 metr atrofda, jiqbos 2 metr atrofda ko'lab qo'ygan, dafn qilgan jasadlarda. Bu biz bayımı yolda kelish jarayonida uchratdik. Tarqaq hozir men ko'rganimda bir 3 poch bo'lak bor ekan. Demak, doirasi hali cho'ngmi nima buning? Buning doirasi yomon cho'ng ekan. Ham qabriston, ham burun odam o'ltirayotgan izlari va jiq ko'rmas bu sopol yer yuzida. Doirasi bekka. Buningki davrini qaysi davrga surishga mumkinchiligi bor? Ham bu yerda hozir ikki masala bor. Birisi zaratkorlik, mazaliq deyli. Buning davri hozir o'z vaqtida istayimmi shunda biroz qilgan. 12-asrlarga tava deb islom zaratkorligining dastlabki nimasi. Ammo'ninki shu zaratkorlik joylashgan yerda asli xarobilik bor. Bu xarobi balkim uningdan burun bo'lish. Ahalla yashagan aniq bu. Bu ahalla yashagan yer. Buning davri zodi shu mazaliq bo'lib o'zgarishdan 500 yil burun, balkim 600 yil burun bo'lishi mumkin. Bu odamlar suning kamlab ketishi, coğrafiyalik muhitning nacharlashishi bilan janub tarafga ko'chgan bo'ladi. Ham buningki Mishadin hozir turayotgan ulug' zaratkorlikdan 4-5 kilometr janub tarafda. Uzun tat deyotganda cho'ng bir xarobilik bor. Bu xarobilikning yil davri shu 12-asrlarga to'g'ri keladi. Ham uningdan burunqi narsalar bor. Uning sal janubiga mansaq ba'zi odamlar o'ltiraqlashgan yerlar, hattoki Ching sulolasining oxirgi davrlarigacha. Masalan, oddiysi Steyn o'z vaqtida tekshirganda shu rayonni, shuningga yo'l boshlig'i bo'lgan odam. Shu yo'l boshlig'i uchun aytishim, mening bovam Mishada o'ltirgan ekan deb tikan shuningga. Shuningdan qiyos qilish qilib masalan uzun tatni. Mana 5 kilometr yuqoridagi. Shuning bovisi agar hisoblasak 50 yil burun deyli, hozirgidan 160 yil burun degan gap mening ustidagi xarobilninki vayron bo'lgan vaqti, xaroblashgan vaqti. Hemen şu uzun tat harabısını tılğanımız, bu bir materialda görüşü bu bir katı devlet boğan dep mağlagandım. Başın belki şu vaxtdaki ahallerinki sani köprak boğan buluş mümkün. Hem de o dairesini aytdık kan. O vaqtdaki adamlarni bizning tekshirishimiz yo'q, bir zich o'ltirgan emas. Nüfus unda jiq emas, tarqab o'ltirgan. Ama shu o'ltiraqlashgan vaqtini ayt uzun, shu xarobida o'ltiraqlashgan vaqt, masalan, Moshaya bo'lsin, ulug' zaratkorlik bo'lsin, uzun tetir bo'lsin, yoki mana oyoqdagi qarachilar bo'lsin, hammasi odam o'ltirgan vaqtni ayt uzun. Uzun muddat o'ltirgan. Chunki shuningdan shu atrofda bir eqin yana, shu vaqtdan bir eqin Chiri daryosining suvi shu tarafga eqib turgan yoki O'stan bilan akagan shuni. Shu o'rinmi balki shu vaqtdagi eqin bo'lishi. Ammo o'rin asli qadimgi zamondagi bir eqinning o'rni. O eqin su azlab qolgan degan odamlar yerda yashagan. Uningdan keyin bular endi ko'chab ketgandan keyin mazaliq aylanib qolgan yani. Balki bu shu vaqtlarda İslamiyet kirgandan keyin aslida bu rayon bu rivojlangan, jonlangan rayon dedik. Mana shunday to'qinish jarayonida dafn qilingan kishilar bo'lishi ehtimolligi bormi? Buning hozir isbot yo'q. Bu urushda qazo qilgan odam deyil desak, yoki bosh sumkada bir o'qiyaningki izni bayqamadik. Hozir qadar hamda biz ko'gunda yoki qo'l putlari kesilgan emas. Masalan, urush bo'ldi deylik odam zamonda qilishlar bilan, paldilar bilan urush qildi. Buni o'ylashga bo'ldi vaqtda miltiq tapancha yo'q. Cho'qim ya shu palda qilich bilan kesilgan yeri chiqib qilish kerakdi. Unda uchirmadi, balkim keyin uchirsa, bu balkim urushda o'lgan ekan deb faraz qilsak. Hozir aldirab uni hukm qilsak, xatolik bo'lib qoldi. Demak, bu yana tadqiqot. Yana bir qadam, yana bir ilgirga oldi. Tadqiqotga qizishga kinki isbotlarga bog'liq. Maynur, bugungi xarobini tekshirish ahvolimiz mushagicha, balki biz safarimizni yana davomlashtiramiz. Bu asosan qo'shni xarobiliklarga oid ko'pkan. Biz mutaxassislarimiz yo'l boshlashi bilan safarimizni davomlashtiramiz. Rahmat Jo'shqin. Rahmat sizga. Yuqori qisqa filmni ko'rib o'tdik. Demak, endi islom dini Shinjong tarqalishdan burun amaliyotda shu Shinjongga Zoroaster dini deymiz, ananki Toyin dini, Mani dini, Nestori dini qatorliqdanlar Shinjong kirgan, shundaqla shu joydagi ibtidoiy dinlar bilan zich birlashib ketgan. Endi islom dini Shinjong kirgandan keyinmi yana davomli qoldi. Bu Shinjongga katolik din deymiz, ananki xristian din qatorliqdanlarmi davomli kirib turib, Shinjongda mana shunday ko'p xildan tang mavjud bo'lib turish vaziyatini shakllantirgan. Shunday qilib Murat ma'lum. Shundoq.
Endi tarixdan bu yoshini olib kelgan Şinjan aşında bir muqaddas bir joy endi. Endi gullangan ko'p xil madaniyat, ko'p xil din, ko'p xil til, ko'p xil yeziq hatta. Ondan ko'p xil irq deymiz. To'g'ri. Bu shundoq bir ko'p xil madaniyat. Aşında bir endi markazlashgan mushta bir joy endi. Islom dini bo'lsa, endi Şinjanda endi sal endi keyinroq tarqalib kirgan. Demak endi mashadagi shu qadimgi millatlar yoki mashadagi xalqlar deymiz, endi keyinroq qabul qilgan bir xil din bo'ldi. Buning oldida boy o'zingiz so'zlab o'tdingiz, masalan, Zoroaster deymiz. U bugungacha mush Ironda bor ekan. Ironda bor. Ondan keyin Buddizm deymiz, ondan keyin qolgan dinlar. Bu bir dinninki tarqalib kelishi bir yerga yoki kirishi, bu faqatla bir xil diniy bir hodisa emas. Buningda cho'qim til bilan munosabatli bo'ldi. Chunki ularningki yozmalari shu til va yeziq orqali tarqaladi bu dinda. Yeziq bilan munosabatli bo'ldi. Ondan buning adabiyoti bilan munosabatli bo'ldi. Ondan buning yana shu tarix bilan munosabatli bo'ldi. Yana buning falsafasi bilan munosabatli bo'ldi. Şu dinni qabul qilish yoki dinni tushunish uchun cho'qim shu din lekin shu kitoblar qaysi yoziqda yozilgan. Masalan, Buddizm kirganda biz sanskrit. Onu o'rganmasak bo'lmaydi. O'rganmasak bu Buddizm zodi qandoq biz tushunmaymiz. Unda jiq raytlanma bu shunday bo'lmas kerak edi. Andaki kelsa masalan Zoroaster deymiz. Zoroaster ham Iran demak Farisdan keldi. Cho'qim shularning tilini bilishimiz kerak. Ondan bo'lsa boshqa dinlar deymiz. Masalan, islom diniga kirgandiki qandoq biz endi Fars orqali qabul qildik buni. Farsiya orqali. Ondan keyin arab tilini bilishimiz kerak. Ta bugunga qadar masalan har qanday din o'zininki shu muqaddas kitoblari bor deyli. Cho'qim shu o'zining tilida yozilgan bo'ldi. Endi ashuni o'qigandimi, cho'qim shu tilda endi o'qish bir shart o'xshaydi. Lekin keyingi endi taraqqiyotda unday emas. Masalan, uni tarjima qilib, tarjimasini o'qish bu bo'lgan bo'ldi. Masalan, Turkiya, masalan, Qur'onni o'qishi, Turkiya endi islomni tushunishi degandek. Demak, endi shu din bilan birlikda masalan, madaniyat tang sig'im kirdi. Shunaq. Endi Alika yuqorida Dilmurat ma'lumotlar qilib o'tdi. Demak, endi shu dinninki ma'lum bir joyga singib kirishi, shu joyninki madaniyati, anonki shu joyninki til o'zgarishi. Shunaq, anonninki va boshqa jihatdagi o'zgarishlarga ma'lum darajada turtkilik rol o'ynayotgan deb qarab qoldim. To'g'ri. Masalan, Dilmurat ma'lum qadimgi dinlarninki ne deydi? Masalan, islom dinini konkretroq islom dinini olib aytsak, islom dini Şinjanga tarqalib kirgani hozir 1000 yildan oshdi. Endi bu Şinjanga islom dinining tarqalish masalasida hozirgacha nopuzliq deb qarayotgan vaqt 10-chi asrlarninki boshlari deb qaraladi. Endi balkim avam ichiga tarqalgan vaqti buningdan daldirib bo'lish kerak. Chunki endi bir dinninki tarqalishi ma'lum bir ijtimoiy hodisa yoki shaxsiyaga bog'liq bo'ldi ekan. Endi bu islom dini Tuqoraxon Abu Nasr Samoniyninki dalolati bilan islomga kirgandan keyin bu Qaraxonlarda Musa Buğraxonning davriga kelganda bir davlat dini bo'lib belgilandi. Endi bu bir madaniyat bo'lish sifati bilan yangi bir bo'shliqqa, yangi bir doiraga muhtoj bo'ldi. Endi shunday vaqtda Dilmurat ma'lum dedi, bu til orqali shu diniy madaniyatni qabul qilish bir yangi Mo'sha rayondagi xalqninki yangi bir tanlash bo'ldi. Shunga bu Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lganligi uchun arab tilini o'rganish, Qur'onni o'rganish bu yangi bir xil madaniyat hodisasi bo'ldi. Endi biz farislar bizga vasitchilik rol o'ynadi. Vasitchilik rol o'ynagandan keyin bu farislar bilan azaldan biz qo'shni o'ltiraqlashgan bu xil madaniyat jihatda o'zaro bir-birimizni ta'sir ko'rsatgan. Mo'sha nuqtadan bu faris tilmi bizningki adabiyotimizga singib kirdi. Ham biz qaraydigan bo'lsak, bizning hozir Uyg'ur tilidan Fars tilining, arab tilining, hattoki boshqa tillarningki yangi iznolarini bir qism leksikalarni topgan bo'ldi. Endi bu nima deganda bu shu ma'lum bir xil madaniyat o'rganish, madaniyat almashtirish jarayonida shakllangan bir xil madaniyat hodisasi deb qaraymiz. Demak, endi Alika Turkiy tillar divonidami bu vaqtda nurg'ulg'an ma'lumotlar bor. Demak, endi shu vaqtning o'zida turk tili bilan arab tilini tanbayga tushganda otlarga o'xshatgan. Demak, endi shu vaqtlar arab tilininki shu Şinjan dairesi, yani Uyg'urlar dairesiga ko'rsatgan ta'sirni aytib, zo'r ishga ketgan ko'rib olib kerak. O'zimni tuanda shu din to'g'risidagi bir qisqa film ko'rib boqaylik.
Qadimqi davrdan tortib Sharq G'arbning iqtisod madaniyat almashtirishidagi asosliq yo'l va tugun bo'lgan Xinjiang azaldan tortib ko'p xil din tang mavjud bo'lib turgan rayon edi. Sirtning dini Xinjiangga tarqalishdan ilgari Xinjiangning qadimiy aholilari ibtidoiy din va ibtidoiy din asosida taraqqiy qilib borliqqa kelgan shaman diniga e'tiqod qilib kelgan edi. Hozirgacha Xinjiangdagi ba'zi osonliq millatlarning urf-odatlari ichida ibtidoiy din bilan shaman dinining ta'siri o'xshashmagan darajada saqlanmoqda. Мәсәлән, buningdan 3800 yil ilgari Lopnor daryosi bo'yida yashagan bu urug'dosh qabila Quyoshga bakil tivinatdi. Ularning qabrisi Quyosh qabrisi deb atalgan edi. Bu urug'dosh qabilani olimlar Quyosh urug'dosh qabilasi deb atab, ularning Quyosh tivinganligini ifodalagan. Milodidan ilgirki 4-asrning oldi keynida qadimgi Persiyadagi Zoroastr dini, ya'ni Jungoga kirgandan keyingi o'tqi cho'qinish dini deb atalgan bu din O'rta Osiyo orqali Xinjiangga kirgan. Janubiy Shimoliy sulolasidan Sui Tang sulolasigacha bo'lgan mezgilda o'tqi cho'qinish dini Xinjiangning har qaysi joylariga tarqalgan, bo'libmi Turpan rayonida keng tarqalgan. Milodidan burungi 1-asrning oldi keynida Hindistonda barliqqa kelgan Budda dini Kashmir orqali Udonga tarqalgan. Uzoq o'tmay Budda dini taraqqiy qilib Xinjiangdagi asosli dinga aylangan. Budda dini gullanib yuqori pallaga ko'tarilgan mezgilda Tarim o'ymonligining atrofidagi har qaysi bo'stonliqlarda butxonalar bilan Budda dini munarlari ko'plab barliqqa kelib, Budda dini rohiblari ko'payib, Budda dini faoliyati nihoyat jonlangan. Udun, Suli, Kusan, Idiqut qatorliq dangliq Budda dini markazi shakllangan. Xinjiangda Budda dini surat yasash, haykaltarashlik, rassomlik, muzika, usul, butxona va tosh kemir binokorlik san'ati qatorliq jihatlarda nihoyat yuqori saviyaga yetgan. Wei Jin sulolasidan Tang Sung sulolasigacha qadimgi Ipak yo'lida sharqdan g'arbga mangan rahiblarning oyiqi uzilmagan. Komara Jiva bilan Tang Xuanzang ana shularning tipik vakili. Tarixiy materiallarda xotirilanishicha, ayni vaqtda Xotan rayonida necha 10 ming butxona bor bo'lib, dangliqlari 2000 dan oshadi ekan. Buning ichida ba'zi imoratlarning ko'lami bek cho'ng ekan. Hozirga qadar 1000 uyda Budda diniga oid nurg'un tam rasmlari saqlanmoqda. Bu tam rasmlari Budda dini bizga qoldirgan qimmatli madaniyat meroslari hisoblanadi. Milodiy 5-asr atrofida O'rta Tuzlanlikdagi Toyin dini madaniyat almashtirish jarayonida Xinjiangga kirib, asosligi Turpan, Qumun qatorliq joylarga tarqalgan. Qing sulolasidan keyin Xinjiangning har qaysi joylariga tarqalgan. Milodiy 6-asrdan 7-asrgacha Mani dini Persiyadan O'rta Osiyo orqali Xinjiangga kirgan. Mani dini kirishning oldi keynida Nestori dini, ya'ni xristian dinining eng dastlabki mazhabi Nestori mazhabi Xinjiangga kirgan. Sung Yuan sulolasi mezgilida gullangan. Qashqar Turpandan tortib Tangri tog'ining shimolida Nestori dini murtlari keng tarqalgan. U Xinjiangda dinning o'zgarishidagi ikkinchi bosqich bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda Xinjiangda 6 xildan ortiq din 1400 yildan ko'proq tarqalgan. Shunga Xinjiangni azaldan tortib ko'p xildan tang mavjud bo'lgan rayon deymiz. Milodiy 10-asrning boshlarida islom dini O'rta Osiyo orqali avval Qashqar rayoniga kirgan. Buning belgisi shuki, biri Qarxonlar sulolasining yo'l boshchisi Sutuq Bug'raxon islom diniga e'tiqod qilgan. Yana biri Abu Nasir Samani Atishda Xinjiangdagi tunji masjidni soldirgan. 16-asrning boshiga kelganda islom dini Tangri tog'ining janub va shimoliga tarqalib, Xinjiangdagi asosli dinga aylangan. İslam dinining Xinjiangda tez taraqqiy qilishini ayni vaqtdagi hukmron, ya'ni Qarxonlar sulolasining zo'r kuch bilan umumlashtirganligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. İslam dini Xinjiangga tarqalgandan keyin 6 asrdan ortiq vaqtda 2 qatim keng doirali tarqalgan. 19-asrning boshlarida eng oxiri Budda dinining o'rnini egallab, Xinjiangdagi asosiy dinga aylangan. Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlar islom diniga umumyuzlik e'tiqod qilgandan keyin bu millatlar ilgari e'tiqod qilgan Budda dini, o'tqi cho'qinish dini, Mani dini, Nestori dini qatorliqlar tadrijiy yo'qolgan. Ammo Tibet Budda dinini Ming sulolasi davridan boshlab Xinjiangdagi Mo'ng'ullar qabul qilgan. Natijada islom dini bilan tang o'rinda turadigan ikki asosli dinga aylangan. Tarixda Xinjiangdagi din uzluksiz o'zgarib turgan bo'lsa-mu, ammo ko'p xil din tang mavjud bo'lib turadigan vaziyat izchil davomlashib kelgan. Hozir Xinjiangda asosligi islom dini, Budda dini, ya'ni Tibet Budda dinini o'z ichiga oladi. Toyin dini,
Pravoslaviya dini, Xristiyan dini, Katolik dini qatorliq dinlar keng tarqalmoqda. Qisqa filmni ko'rib o'tdik. Bizning shu televizor oldidagi tomoshabinlarimiz sizga mikro blog orqali so'z qoldiribdi. Avval shu mikro blogdagi sizlarni anglab boqqan bo'lsak, üzülgən Taranam doktordaş Sangshin Torda mundaq depdi. Şinjan televiziya stansiyasının xizmetçileri icaba çekdinglar, çağana damamay qumluqda bevas kötüşke kapalatlı qılıvatsizlar. Sizlarga chin ko'nglimdan baxt tilayman. İşlaringlar texmi o'ngishli bo'lsin depdi. Bu tordashimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana bir tordashimiz Sangshin Torda mundaq depdi. Bugun men ko'rishni arzu qilgan nuqta arxeologiyalik tekshirildi. Yana yangi qum daryo malikasi tepilarmi? Natijasiga taqazaman deb yozibdi. Qadrli ko'rmanlar, kanalni yo'tkiman, birozdan keyin ko'rishamiz. Qadimiy Xo'dan Yipak yo'lidagi o'zam. Almashtirish orqali yug'urilgan madaniyat javhari. Ming yillik qadimiy shahar qanday g'oyib bo'lgan? Qaysi qadimiy xonlik bepoyon qumluq ostiga ko'milib ketgan? Madaniyat yodikorliklari orqali tarix qayta namoyon qilindi. Ko'ryapsizlar, Şinjan televiziya stansiyasining bevosita ko'rsatilayotgan Tahlimakandagi qadimiy madaniyatning sirini yechish nomli programmasi. Tahlimakandagi qadimiy madaniyatning sirini yechish nomli bevosita ko'rsatilayotgan programmamizni davomli ko'rishinglarni qarshi olamiz. Dilmurat ma'lum. Demak, endi shu dinninki alohida ta'sir kuchi bo'lg'achqa tarixda o'tgan sulolalar va yoki yerlik doiralar shu dindan foydalanib o'z hukmronligini kuchaytgan. Demak, bu jarayonda nisbiy tinchlik hukm surgan deb qarashga bo'ladi. Shunday bo'ldi. Endi bu dinning kuchini men misol qilmayman. Tarixdan buyon shunday. Bu bir ba'zida nayti zo'r, nayti shu kuchlanib ketadi. Endi ba'zida salanda suzishdan ahvol bo'ldi. Masalan, ba'zi hokimiyatmi shu dindan foydalangan ahvolmi bu tarixdan buyon mayli qayerda bo'lsin, mayli sharqda bo'lsin, g'arbda bo'lsin yoki bizda bo'lsin o'xshashlar mavjud. Chunki bu kuchdan hammadan foydalanishni biladi. Masalan, Chingizxon deymiz. Chingizxon shuni qilgan ayni vaqtda shu g'arbiy irqlar kelganda. Bu ahvol endi ba'zi mazgillarda bo'lsa, masalan, bir xil din sal asosroq bir o'rinda turib, qolgan din yana shuni bilan birlikda bir vaqtda endi hech qanday ziddiyatsiz, nayti inoq munosabatda mavjud bo'lgan mazgillar bu intayin o'zaqanday tarixchi. To'g'ri. Endi alika shu Budda madaniyati qaraydigan bo'lsak, albatta shu Budda madaniyati xarobligidanmi nurg'unlagan madaniyat izlanlarini bayqadik. Endi bu jarayonda ko'rib olishga bo'ladiki, shu vaqtdagi Budda madaniyati nihoyat parlaq natijalarni yaratgan. Biz endi hozir qizish orqali shu vaqtdagi davr alohidligini xeyli zo'r darajada bayqay oldik deb qaradik. To'g'ri. Endi bu Şinjandagi Budda dinining tarixi nihoyat uzun. Endi buningki Budda dinining barliq kelgan vaqtiga qarasak, Budda dini miladdan burungi 6-asrda Shimoliy Hindistonda Gautama Siddhartha, biz Sakyamuni deb atagan bu kishi tomonidan ixtiro qilingandan keyin milodiy 1-asr atrofida hozirgi Xotan orqali Şinjan tarqalib kirgan. Undan keyin nihoyat qisqa muddat ichida bu Xotan, Qashqar, ondan keyin Kuchar, ya'ni Kusan deydik. Ondan keyin Qarshi, Agni, ondan keyin Turpan. Ammo shu tarim o'ymonligidagi har qaysi cho'ng ayni vaqtdagi belgiliklardir. Bir mahal nihoyat gullangan. Endi ayni vaqtdagi buyuk Tangsosiningki rahibi Tangshanzang Hindiston nomag'ini vaqtda shu Xotandagi buddizmning nihoyat gullangan manzarasini tasvirlab bunday narsani deydi. Bir vaqtda 3000 rahib etikopga chiqadi ekan. Bir jang urilsa, bular tang etikopga kirdi ekan deydi. Endi bir butxonada 3000 rahibning bo'lishi ayni vaqtdagi Xotan buddizmning nihoyat gullangan bir manzarasini namoyon qilib berdi deydi. Shunday. Undan boshqa biz hozirgacha bizga saqlanib kelgan shu ming uy xarobalar, ming uylardagi tam rasmlari va ming uylardagi shu buddizmning yaralmish to'g'risidagi hikoyalar bo'lsin va yoki boshqa shu Budda diniga doir tam rasmlar bo'lsin, bu ayni vaqtdagi buddizmning Şinjandagi nihoyat gullangan manzarasini namoyon qiladi. Masalan, Kuchadagi Qizilming'oy. Bu Qizilming'oy hozir mamlakatimizdagi Donghong ming uylari bilan tang o'rinda turadigan bir madaniyat g'azinasi. Ondan boshqa Kuchada yana Qizilqag'ming uyi, Qumturming uyi, Turpandagi bezaklik ming uy,
qatorliqlar. Mo'shu ming oylardagi tamlog'i sızılgan rasmlar qaramaqa bir rasmdek ko'ringan bilan bu bir Budda dinininki yorqin bir rasm orqali ifodalangan tarixi ham shu orqali ifodalangan madaniyat orqali ko'rinish. Demek ki şu tam resimlerden görülüş buludu ki, Şinjan tepilgan tam resimleri elimizdeki başka yerlerde tepilgan tam resimlerden zor derecede alohida farqlanib turdi ekan. Biz sonda vaqtga bir qisqa film ko'rib boqaylik. Hani Arxeologlarning nazarida Budda dini bilan zich bog'langan Damiku Taklimakan qumliqining chetiga joylashgan bir qaqasliq bo'lib qolmay, bu yer yana suv sistemasi uqumi bilan bog'lanishliq. Qurum teg'ining shimolidagi buloq suyidan shakllangan bu suv iqini ming necha yillardan burun janubdan shimolgacha 100 necha kilometrlik iqin shakllantirgan bo'lib, bu iqin bo'yida ilgari yuksak madaniyat yaratilgan va nurg'un asrlar saqlangan. 2002 yili Damiku kichik butxonasining bayqalishi bilan bu yerdagi butxona xarobalarini arxeologik qazishning muqaddimasi echildi. Nemishqa Damikuda Budda dini madaniyati bir qadar markazlashgan deymiz. Chunki Damiku yesining 20 kilometr atrofdagi doirasidan hozirgacha 5-6 joyda Budda dini xarobasi bayqaldi. Bular ayni chaqda bu yerda Budda dini madaniyatining intayin gullanganligini, shundaqla Budda dini madaniyatining bu yerga zich markazlashganligini bildirdi. Mutaxassislar Damikuda tepilgan xarobalarning elimizning qumliq rayonlarida hozirgacha tepilgan qadimiy Budda dini xarobalari orasidagi qatnash liniyasi va asosliq shahar markazlariga eng yaqin bo'lgan qadimiy madaniyat xarobasi ekanligini isbotladi. Tepilgan Budda xarobalarining ba'zilarining orasida tutishadigan yo'l bor. Yana qurilish shakli va iqtidori o'xshash bo'lmagan cho'ng tipdagi Budda imoratlari bor. 2002 yili 10 ayda arxeologlar to'pliq do'ngdagi 1-numurliq butxonani qazganda buning mayli ko'lami yoki o'rlashtirilish jihatdagi alaydiklari 2-numurliq butxona bilan tubdan o'xshamaydiganligini bayqagan. 2-numurliq butxona jamoat butxonasi, ammo 1-numurliq butxona bo'lsa ommaviy butxona bo'lib, bu al orasidagi Aqso'nglar oilasining butxonasi bo'lishi mumkin. Bulardan shu chog'dagi Budda dini madaniyatining qanchalik gullanganligini ko'rib olaymiz. Motivik bo'lgan bir qisqa film ko'rib o'tdik. Demak, endi o'sha qadimgi Budda dinininki Şinjan arxeologiyasida tutgan o'rni nihoyatda yuqori keltirib boradi ma'lum. Shundoq, masalan, o'sha Stayindan kelib, endi Şinjanning Taklimakan tarafida va atrofdagi ba'zi bir rayonlarda, ba'zi bir noyalarda endi arxeologiya qizish orqali bayqalgan narsalar. Mutlaq ko'p sondagilar asosan hammasi buddizm bilan munosabatli. Demak, Budda dini bilan munosabatli. Buningda masalan Budizm munosabat deganda faqatla bu bir xil dinninki ba'zi masalan but xarobichilik emas. Buning ichida nurg'unlagan nom bayqalgan. Ondan nurg'unlagan masalan ba'zi bir dramaninki bir xil adabiy asarlar. Masalan bu Buddizmning tarqalishimi bir xil masalan zo'r kuch bilan yoki zo'ravonlik bilan bunday emas. Bular bir xil tinish, o'zininki madaniyati masalan san'at biz ko'rdik tam rasmlari, haykallar, ondan adabiy asarlar, masalan Ishkitikinning hikoyasi deymiz degandek shunday endi Maitreyi Semit deymiz shunday asarlar yomon chiqadi. Oltin yoriq degandeklar. Hatto shu oltin yoriq deymiz ba'zi butning to'rilishi, hikoyalar deymiz. Bularni shu chog'dagi har bir shu cho'ng butxonlarda shu drama shaklda aşındak oynulup, mesela etrafdaki şu kavimlere, etrafdaki şu xalqlarga toplağı aşındak tushundiramiz. Endi bu mu bir xil medeniyet hadisi yani? Shundoq. Vaqt münasabati bilan bugungi suhbatimiz mushada ixloslagan bo'ldi. Endi ishkilanimni qimmatli vaqtinglarni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashganlarga ko'p rahmat. Biz bugun Şinjandagi qadimiy Qumdaryo xarobaligi qatorliq yorqin madaniyat iznalari, shundaqla Şinjandagi din va millatlar to'g'risida xil atrofli tushuncha ega bo'ldik. Atki programmamiz yana davomlashadi. Ko'pinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Arxeologik tekshirish atriti Taklimakan qumliqida japoliq ilgirlab to'xtamay izlanib tekshirgan To'g'raqdo'ng butxona xarobasi, ulug' ziyoratgohlik to'g'risida biz belgili tushunchaga ega bo'ldik. Bepoyon qum barxanlar ostida yana qanday sirlar ko'milib yotadi? Diqqatinglar davomli Şinjan televiziya stansiyasining atki Taklimakandagi qadimiy madaniyatning sirini echish nomli bevosita ko'rsatiladigan programmasida bo'lsin.